Meran. Milena, sizning odamni bilish borasidagi urinishlaringiz qanday kechyapti? Gohida men shubhaga ham bora boshlayapman. Masalan, sizning Verfel haqida yozganingizni o'qiganimda, sizning satrlaringizda sevgi ham va ehtimol faqat sevgidir sas beradi. Biroq bu mubham sevgi. Lekin Verfelning inson sifatidagi jihatlari e'tibordan soqit qilinsa-chi va uni faqat baqaloq sifatida muhokama qilinsa-chi. Darvoqe, bu ta'na menga o'rinsiz tuyuladi. Menimcha Verfel yildan yilga xushro'y va yoqimtoy bo'lib borayotir. To'g'ri, biz onda-sonda uchrashib qolamiz. Faqat baqaloqlar ishonchga sazovorligidan nahot siz bexabar bo'lsangiz? Hammasi faqat shu qalin idishlarda tayyor bo'lguncha qaynab pishadi. Faqat havo bo'shliqlarining mana shu kapitalistlari. Umuman odamga berilgan borki, imkon qadar tashvish va telbaliklardan ihotalangan. Ular o'z yumushlari bilan bamayli xotir shug'ullana olishadi va kimdir qachondir aytganiday, faqat ulardagina zaminga uning haqiqiy fuqarolari sifatida naf yetadi. Chunki ular shimolda isitadi, janubda esa soya soladi. Albatta, buning teskarisini ham aytishim mumkin, biroq u holda yolg'on bo'ladi. Endi yahudiylik haqida. Siz mendan yahudiy emasmisiz deb so'raysiz. Bu shunchaki hazil bo'lishi ham mumkin. Ehtimol siz meni qo'rqoq yahudiylardan emasmanmi? Faqat shuni bilgingiz kelgandir. Biroq siz har holda Pragaliksiz va shu bois ham bu masalada, deylik, Geynening xotini Matilda qadar soddadil bo'lmasangiz kerak. Darvoqe, siz bu voqeani bilasizmi? Umuman olganda, menda sizga aytib beradigan muhimroq gaplar yo'q emasdi. Boz ustiga, bu bilan men o'zimga ham shubhasiz qandaydir ziyon yetkazaman. Voqeaning o'zi bilan emas, uni hikoya qilib berish bilan. Biroq siz uchun mendan biror bir qiziqarli voqeani eshitish maroqli albatta. Meysner, bogemiyalik nemis shoiri, u yahudiy emas. Bu voqeani o'zining yodnomalarida hikoya qiladi. Matilda o'zining nemislarga qarshi xurujlari bilan doim uning g'ashini qo'zg'agan. Ular makkor, tirlari zahar, o'zlariga bino qo'ygan, maydakash, sulloh, qisqasi juda bemaza xalq degan. Bir safar Meysner chiday olmay, lekin siz nemislarni mutlaqo bilmaysiz-ku. Genrix faqat nemis jurnalistlari bilan gurunglashadi. Bu yerda, Parijda, ularning hammasi yahudiylar degan. Oho, deydi Matilda. Baribir siz bo'rttiryapsiz. Bir ikkita yahudiy ular orasida. Ehtimol topilsa topilar, masalan, Zefert. Yo'q, deydi Meysner. U bu yerdagi yahudiy bo'lmagan yagona shaxs. Ya'ni qanaqasiga? Taajjublanadi Matilda. Mana, Eteris, u nima, yahudiy emasmi? U esa devqomat oq sariqdan kelgan daroz kishi edi. Bo'lganda qandoq? Javob qiladi Meysner. Biroq Bambergerchi, u ham, Arnshtey, u ham. Shu sayil ular barcha tanish bilishlarini sanab saralab chiqishadi. Oxir-oqibat Matildaning g'azabi qo'zib deydi. Siz mening ustimdan kulyapsiz. Hali Kon ham yahudiycha familiya dersiz. Biroq Kon Genrixning pochchasi axir. Genrix esa Luteran. Bunga endi Meysnerning e'tiroz bildirib aytadigan gapi yo'q edi. Siz yahudiylardan qo'rqmaydiganga o'xshaysiz. Bu hozirgi yoki o'tgan yahudiylar avlodlariga nisbatan bizning shaharlarda qariyb qahramonlik, hazilga o'rin yo'q. Agar navqiron inson o'z ota-onasiga meni qo'yib yuboring desa va yahudiyning qoshiga ketsa, bu Arlian qizining o'z qishlog'ini tark etganidan ko'ra kattaroq hodisa bo'ladi. Shunday bo'lsa, siz albatta yahudiylarga ortiqcha qo'rqoqlikda ta'na qilishga haqlisiz. Garchi bunday ta'na odamlarni bilishning amaliy jihatidan ko'ra nazariy jihati ustunligidan dalolat bersa-da. Nazariy jihati shundaki, birinchilardan
Bu ta'na sizning oldingi yozganlaringizga ko'ra eringizga hech qanday daxl qilmaydi. Ikkinchidan, u mening tajribam bo'yicha aksariyat yahudiylarga ham daxl qilmaydi. Uchinchidan, bu ta'na faqat alohida nusxalarga tegib ketadi. Biroq juda qattiq tegadi ularga. Masalan, menga. Bunda eng ajablanarli tomoni ta'naning ko'pchilikka nisbatan adolatsizligida. Aftidan, yahudiylardagi umumiy ishonchsizlik tuyg'usi. Bu o'rinda botindagi ishonchsizlik ham, atrof muhit, odamlar orasidagi ishonchsizlik ham. Ularning o'z qo'llari bilan mahkam ushlagan narsalarinigina o'zlariniki deb hisoblash odatlarini aniq ravshan ko'rsatish kerak. Faqat jon-jah bilan tarmashish ularga yashash huquqini beradi. Biror narsani qo'ldan chiqarib yuborguday bo'lishsa, bu narsa ularga qayta nasib etmaydi. Balki sip-silliqqina qo'ldan butkul chiqib ketadi. Mutlaqo kutilmagan tomondan yahudiylarga xavf-xatar tahlika soladi. Yoki aniq qilib aytish uchun xavfni tushirib qoldirib, ularga qo'rquvlar tahlika soladi deylik. Misol qidirib uzoqqa borish shart emas. Mana, sizga taalluqli bir misol. To'g'ri, men aftidan bir paytlar og'iz ochmaslikka va'da bergandim. O'shanda men siz bilan endigina tanishgan edim. Biroq hech qanday vijdon azobisiz sizga bu haqda aytib beraman. Chunki siz bundan hech qanday yangilikni topolmaysiz. Biroq tug'ishganlaringizning mehr-muhabbatiga baho berasiz. Ismlar va tafsilotlarni keltirmayman. Ularni men eslay olmayman. Mening singlim Cherka nasroniyga turmushga chiqmoqchi bo'ldi. Yigit bir safar qizning qarindoshlaringizdan kimgadir o'zingizning yahudiy qizga uylanmoqchi ekanini aytadi. U esa Xudo saqlasin, yahudiylar bilan aloqa qilmoqchimisan hali? Mana eshit, bizning Milena va hokazo. Bu gaplar bilan sizni men qayoqqa yetaklamoqchi bo'lyapman o'zi? Men biroz chalg'idim. Biroq hech qisi yo'q. Chunki umid qilamanki, siz men bilan birga ketdingiz va biz birgalikda chalg'idik, adashdik. Darvoqe, sizning tarjimangizdagi eng go'zal jihat bu uning sodiq tarjima ekanida. Meni bu sodiqlik uchun istaganingizcha qo'ying. Siz hammasiga qodirsiz. Biroq qo'yimoq ehtimol sizga yarashar. Men sizning o'quvchingiz bo'lishni, siz doimo meni qo'yishingiz uchun nuqul xato qilishni istardim. Partada o'tirib boshimni ko'tarib qarashga jur'at etaman. Shunda siz daf'atan egilasiz va sizning xatoga o'qtalgan barmog'ingiz nuqul ko'zga tashlanadi. Shundaymi axir? Demak, tarjima sodiq va men shunday tuyg'uni kechiryapmanki, men sizni qo'lingizdan ushlab, o'z qismatimning qariyb tuganmas. Shu bois taklifim ham so'msiz, deyarli cheksiz. Siz faqat 2 oyga dedingizmi? Qorong'i, qo'rqinchli g'orlari va yo'laklaridan boshlab bordim. Keyin esa chiqishda kunduzning yorug'ida. Umid qilamanki, izsiz yo'qolish uchun o'zimda yetarli sog'lom maslak topa olmadim. Bu menga buguncha bas qilish, mo'tabar qo'lni buguncha qo'yib yuborish belgisi. Ertaga men yana yozaman. Va nega men? O'zimga qay darajada ishona olar ekanman? Nega Venaga kela olmasligimni tushuntiraman. Va siz u haq deguningizga qadar men tinchlanmayman. Sizning Franz Kafka 1920-yil 30-may. Mera. Shunday qilib, mana, kechagi va'da qilingan tushuntirish. Men istamayman. Milena, menga yordam bering. Mening aytayotganlarimdan ko'ra ko'proq narsani tushunishga harakat qiling. Istamayman. Biroq meni tutilib gapiryapti deb o'ylamang tag'in. Istamayman Venaga kelishni. Chunki mening kuchsiz ruhim bunday bosimni ko'tara olmasdi. Men ruhan xastaman. O'pkalarning kasallangani esa ruhiy xastalikning qirg'oqlaridan toshishi oqibati. Men mana qariyb 4-5 yildan beri o'zimning 2 bor unashtirilganimdan beri kasalman. Sizning oxirgi xatingizdagi betashvish quvnoq ohangni hech hazm qila olmayman. Faqat keyin tushundim.
Men sizning hali yosh ekanligingizni nuqul unutib qo'yapman. Siz ehtimol hali 25 ga ham to'lmagandirsiz. Bo'lmasa, atigi 23dadirsiz. Men 37 daman. Qariyb 37. Men sizdan qariyb bir navqiron avlod yoshicha kattaman. Keksalikning uyqusiz tunlari va migrenlardan qariyb soch soqolim oqargan. Sizning oldingizda bu uzundan uzoq tarixning chindan ham qalin changalzorday chalkash tafsilotlarini dasturxon qilib o'tirmayman. Ularni eslab men hozir ham go'dakday dahshatga tushaman. Faqat go'dakning tez unutib yuborish iqtidori menga begona. Bu har uchala unashishlar uchun umumiy bo'lgan jihat shu ediki, ularning barida aybdor men edim. So'zsiz aybdor men edim. Ikkala qizni ham men baxtsiz qildim. Aynan esa bu yerda men faqat birinchisi haqida aytyapman. Ikkinchisi haqida gapira olmayman. U nihoyatda ta'sirchan. Har bir so'z, hatto eng yaxshisi ham uning dilini behad yomon siyoh qiladi va men buni tushunaman. Aynan esa atigi shuning uchunki men uning barcha urinishlariga zid tarzda, u esa men xohlasam bo'ldi, o'zini ehtimol qurbon qilardi. Har doim quvnoq, bosiq, qat'iyatli, umuman er-xotinlikka tayyor bo'la olmadim. Garchi ba'zan unga behad oshiq va beqaror bo'lsam-da, garchi men uchun er-xotinlikning o'zidan ko'ra ortiqroq qimmatli narsa bo'lmasa-da. Qariyb 5 yil men unga, agar ta'bir joiz bo'lsa, o'zimga uzluksiz zarbalar ketidan zarbalar yog'dirdim. Baxtimga u metinday mustahkam chiqdi. Prussiyalik va yahudiylikning qo'shilganidagi hosilasi. Kuchli, viqorli hosila. Men bu qadar bardoshli emasdim. To'g'ri, uning faqat azob-uqubat chekishiga to'g'ri keldi. Men esa bir yo'la ham zarbalar berdim va ham azob-uqubatlar tortdim. Sizning Franz Kafka. 1920-yil 31 may, dushanba.